Qaysi mahsulotda vitamin A ko'proq? Sabzidami yoki mol go'shti jigaridami? Hamma biladi-yu, sabzida ko'pligi. Mol go'shti jigarida 15 marta ko'proq. Qaysida ko'proq kalsiy? Sutdami yoki chiya urug'ida? Endi sut emas deya ko'rchi. Albatta sut emas, chiya urug'ida ko'proq. Qaysida ko'proq oqsil bor? Grechkadami yoki kinua? Grechkami? Yo'q, ikkalasida ham bir xil, faqat grechka arzonroq. Shu ma'lumotlar ozishga ham yordam berishi uchun nima qilish kerak? Menga obuna bo'lishing kerak. Bu 5 ta vitaminni har bir qiz va ayollar ichishi kerak. Birinchisi vitamin D3, gormonlarni qo'llab-quvvatlaydi va energiya beradi. Ikkinchisi vitamin B6, asab tizimini yaxshilaydi. Uchinchisi foliy kislotasi yoki B9. U hujayralarning yangilanishiga javob beradi, ayniqsa homilador ayollar uchun juda ham foydali. To'rtinchisi B12, zaiflik va charchoqlikka qarshi kurashadi. Beshinchisi temir, gemoglobinni oshiradi va asab tizimini yaxshilaydi. Bu mahsulotda C vitamini kam. Bu mahsulotda esa ko'p. Bu mahsulotda temir moddasi kam. Bu mahsulotda esa ko'p. Bu mahsulotda D vitamini kam. Bu mahsulotda esa ko'p. Bu mahsulotda kalsiy kam. Bu mahsulotda esa ko'p. Agar menga oldinroq obuna bo'lganingizda, bularni allaqachon bilgan bo'lardingiz.